Ha? Kim bilan yozishyapsiz? Hech kim bilan. Hech kim bilan shunaqa kulishib yozishadimi? Gruppada-da. Qanaqa guruhda? Og'ayni sinfdoshlar. Ha, ish qilib sinfdoshlar xotininglar ustidan kulishib yozishmayapsizlarmi? Xotinlarsiz hayot yo'q deb yozishyapmiz. Qarang-ku. Hozir. Kim? Bilmasam. To'xta, o'zim qarayman. To'xta. Hozir o'zim ochaman. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Malika opa siz bo'lasizmi? Ha, nima? Bularni sizga berib yuborishdi. Rostdan. Rahmat. Sog' bo'ling. Kim aka? Dunyodagi eng go'zal ayol uchun. Nima? Kim berdi? Muxlislarim. Tushunmadim. Qanaqa muxlis? Kim dolma? O'zi meni bitta muxlisim bor. Kim ekan o'sha bitta muxlis? So'z nima bilmaganlik olar. Men berganim yo'q. Men bersam shundoq berdim deyman. Men berganim yo'q. Siz buyurtma bering. Kim to'g'risini ayt. Siz buyurtma bergansiz. Qaysi o'ynashing? Qanaqa o'ynash? Qaysi o'ynashing to'g'risini gapir. Nimaga o'ynash deysiz dadasi? Men sizdan keldi deb dadasi. To'g'risini ayt. Yo'q, men bilmayman. To'g'risini ayt dedim. Siz buyurtma qilgansiz deb o'yladim. Men shundoq beraman. Shunaqa olamcha gaplar yozmasdan. Men xabarim yo'q. Men Gapir. dadasi men bilmayman. Dadasi. Ha? Kechirasiz. Gulli narodagi mahalladagi Malika opa ekan. Xudoga shukr. Ushlang. Kechirasiz. Adashmaslik kerak. Kechirasiz. Shunga shuncha haqorat eshitdimmi hozir? Endi men ham qayerdan bilaman? Shuncha yildan beri birinchi marta meni turmush o'rtog'im menga gul buyurtma qildi deb o'ylabman. Nima? Oldin gul bermaganmanmi? Qachon bergansiz? Ha, yaqin. 2 yil bo'ldi. Raddomda berdim-ku. Ha? 15 yil bo'ldi shunga. Nima qanaqa Rahmat. qanaqa 15 yil? Qizim 15 yil kirdimi? Ha,